yaxshi ko'rib hamma birdek sevib iste'mol qiladigan mevamiz bu xurmo mevasi hisoblanadi. Xurmoni ko'pincha biz bilamizki, eskidan nima deydi? Yodga boy, ya'ni zob kasalliklari, ya'ni qalqonsimon bez kasalliklarini bor insonlarimizda demak xurmo ko'proq iste'mol qiling deyshadi. Ayniqsa tahrini deb ko'pincha tavsiya berishadi. Sizlarga eng zo'rini, ya'ni xurmoni boshqa taraflama, siz bilmagan zo'r bir sirni aytmoqchiman. Erkaklarimizda ham, ayollarimizda ham yosharmoqchi bo'lgan, ajinlarni ketkizmoqchi bo'lgan insonlarimiz xurmodan ko'proq yeyishlarini iltimos qilamiz. Oz-ozdan xurmo yeb iste'mol qilib yurgan insonlarimizda demak ajin kamayar ekan va ularda yosharish hissiyati paydo bo'lar ekan. Bu undagi A vitamini boyligidan, ya'ni yoki bo'lmasa bunda shilliq moddasini ko'pligidan va o'zini bir yuziga qaraydigan bo'lsangiz, uni yaxshilab artib surtib iste'mol qilganingizda yuzining tarangligidan bo'lsa kerak.